Salom do'stlar, Livers RP o'yiniga xush kelibsizlar do'stlar. Bu o'yin o'zbekcha role play bo'lib, bu o'yinda fraksiya bor. O'sha Grand Mobile qanday bo'lsa, bu o'yin ham xuddi shunday do'stlar. Bu o'yinda fraksiyalarga ishga kirsangiz bo'ladi, rang ko'tarsangiz bo'ladi, lider bo'lsangiz bo'ladi. Xullas, Grand Mobile qanday bo'lsa, bu o'yinda ham xuddi shunday do'stlar. Men hozir MVD da turibman. Shu orqamdagi MVD binosi bo'ladi do'stlar. Va boshqa binolar ham bor. Hozir hammasiga borib iloj boricha tushuntirishga harakat qilaman do'stlar. Qani bo'lmasa boshladik. Va do'stlar, bu o'yinda administrator bo'lsangiz ham bo'ladi. Faqat obzor orqali do'stlar. Va do'stlar, obzor albatta o'zbek tilida bo'ladi va bizning uzr qilishdim, Livers RP Discord serverimiz ham bor. Qo'shilib bemalol obzorni shu fraksiyalarga yoki bo'lmasam administratorlikka kirsangiz bo'ladi do'stlar. Mana atrof yaxshi. Mana vertolyotlar bor. Do'stlar, xullas bunda hozircha odam kamroq, lekin fraksiya hamma yo'q yaxshi. Mana xaritasini ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Xarita ham juda ham katta xarita bo'lib, mana hozir xaritasini ko'rsataman. Mana xarita juda katta do'stlar. Hozir bitta joyga tepib ko'ramiz. Bitta shu kubikkami yo mana tepib ko'ramiz, hozir teleport qilib. Bo'ldi, hozir перезагрузка o'yin. Xullas do'stlar, sizlarga Livers RP'ni tavsiya qilaman. Bu o'yinda aytib o'tganimdek hamma fraksiyalar mavjud. Hokimiyat, voinskoy chast, FSB, OPG, politsiya hammasi mavjud do'stlar. Bemalol qo'shilib shu o'yinda o'ynashinglar mumkin. Bu o'yin hozirda Play Marketlarda yo'q. Bu o'yinda yuklash uchun video opsiyaniyasida Telegram gruppamizni qoldiraman do'stlar. O'sha Telegram gruppaga o'tib bemalol bu o'yinda o'ynashinglar, hamda ko'tarilishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Va yana qo'shimchasiga aytib o'taman do'stlar, bu o'yinda hozircha uy, mashinalar bor va uylar hali egasini topmagan, hammasi ham. Shuning uchun ulgurib qolinglar. Uylar turibdi, mashinalar bor. Xullas do'stlar, hali bu o'yin yangida. Shuning uchun tezroq qo'shilib, tezroq boyib ketishingizni tilab qolaman do'stlar. Bu video shulardan iborat edi do'stlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Kommentariyada agar bu o'yinga qo'shilsangiz, kommentariyada bu o'yin haqida izoh qoldirishingizni iltimos qilaman do'stlar. Livers RP'da ko'rishguncha xayr do'stlar.